Do'stlar, bugun YouTube kanali ochdim. YouTube kanalni o'zim yurg'izishni o'rgandim. Xudo xolasa chiroyli videolar, mana shu Shohmardondagi go'zalliklarni ko'rsatib boraman sizlarga. Shohmardonga qana kelib ketish, primoy efirlar qilaman, kuzatib borsalaring, obuna bo'lib, qo'llab-quvvatlab turinglar. Hozir nimada 180 mingdan oshib ketdik naryoqda. Xudo xolasa YouTube'da ham shunaqangi ko'p obunachilar yig'ib va inshaalloh men sizlarga katta zo'r videolarni qo'yib boraman. Meni yonimga blogerlar keladi, ko'pgina blogerlar, misol uchun Toshkentdan san'atkorlar, blogerlar keladi, ashlarni ham hammasidan intervyular olib, chiroyli videolar qo'yib boraman. Kuzatib tursalaring, men hammasini katta video qilib, xonalarni narxigacha aytib boraman. Mana shu deylik, hozir ham mana narxini aytib beray. 3 kishilik xona 600 ming, 4 kishilik xona 800 ming, 10 kishilik, 8 kishilik bunaqangi xonalar 1 million 200, 1 million 300 ming so'm va bunaqa kottejlarimiz bor, 1,5 milliondan, lyuks kottejlarimiz bor, misol 2,5 milliondan. Har xil misol uchun xonalar bor. Batda kishi boshiga bir kunda 380 mingdan 3 mahal ovqati bilan kelib dam olib ketishi mumkin, 480 mingdan kelib ovqatlanib ketishi mumkin, nimalariga qarab. Xullas hamma sharoitlar bor. Batda oilaviy yaxshi dam olasizlarmi? Salomat bo'ling. Mana shu yerda bolachalar o'ynaydigan mana maydon bor. Batga mana voleybol maydonlar qilyapmiz. Xullas keling, shu go'zal tabiatni doim ko'rsatib yuraman inshaalloh. Kuzatib, like bosib, qo'llab-quvvatlab turinglar, obuna bo'lib qo'yinglar. Archani juda yaqinlashtirib bering. Qizim, sizlar qayerdan kelganing keling? Videoga olsa bo'ladimi? Bo'ladi. YouTube'ga olyapman, YouTube ochyapman. Salomat bo'ling mana. Bu orqa tarafni ham ko'rsatib bering. Mana shu Shohmardondagi go'zalliklarni tomosha qilib yurasizlar. Inshaalloh kuzatsalaring, xudo xolasa mana shularni ko'kkadan zo'r qilishga harakat qilyapmiz. Mana shunaqangi mana nima deydi? Men xullas keling tabiiy joylari videolar qilaman. Mana Shohmardondagi bari go'zalliklarni qatga borish mumkin. Shohmardonga kelganda qana dam olish mumkin, qanaqa diqqatga sazovor joylar bor. Mana misol uchun kanatga bor, hali Paqircha deymiz biz Marg'ilonda. Shohmardonda biz Paqircha deymiz, kanatga aslida. Endi yana nima bor? Ko'l bor, ikkita ko'l bor, Qurbon ko'l, Ko'k ko'l bor, u tevada Oydin ko'l bor. Aka ancha-munchasi chiqmagan, xudo xolasa bir chiqib videolar qilamiz. Hop, batda Hazrat Alida roziyallohu anhu xuddi misol uchun nima ziyoratgohlari bor. Shohmardonda Sakat Omar va aylanadigan ko'p diqqatga sazovor joylar bor. Bu tarafda alpinistlar lageri bor va Archa o'rmon bor. Archa o'rmonga olib kiraman. Shohmardonda bormagan bir zo'r joylari bor. Ko'rsatib yuraman shu nimada, xudo xolasa butun videolar qilib. Sherzod aka, demak kanalga obuna bo'lib, qo'llab-quvvatlab, shu hali havo alishtiraman deganlar va kelmoqchi bo'lganlarga siz foydali videolar qo'yib borasiz. Misol ko'pchilik postdan o'tishni bilmaydi. Zagran pasport, ID, keyin nechida o'tish kerak, qaysi kunlarda dam olgan kelish kerak, keyin o'sha Archazorda qaysi tomoniga chiqsa allergiyaga foydasi bor. Hamma yoqda aytib o'targansiz. Hammasini aytib o'tamiz. Va yana bitta narsa, mana men Instagramdan ko'rsatib boraman. Mana Shohmardonda 200 ta dacha bo'lsa 200 tadan ko'p. Shuni hammasini obzor qilib boraveraman. Mana Instagramga qo'yganimni ham YouTube'ga ham qo'yib boraman. Demak, siz o'skidan tashqari xonadonlarda ham qo'yib boshqa xonadon, dachalar, umuman raqobat topolmaydimi sizga? Raqobat rizqollohdan. Bo'ldi, shu tomonlama kuzatib tursalaring, shu hamma yangiliklar qo'yib boraman. Sizlarni yaxshi ko'raman. Assalomu alaykum.